Ushbu ko'rib turgan yumuzlaring ham sotiladi. Oldi vidishi MTZ motor turbo kompressorlar qo'yilgan ishga tayyor arzon narxda berib yuborishadi. Yumuzimni pul topaman deyotgan akalarimizga ham shayda o'zida 3 ta yumuzi bor. Ko'rib turibsizlar, hamma texnikamiz ishga tayyor yuradigan holatda do'stlar. Hozir ichkarida ham yumuzimiz bor. Ollar tortadi 100 motor turbo kompressor qo'yilgan do'stlar. Shularni sizlar bilan ko'rsatib o'tamiz. Narx-navolarni ham albatta aytib o'tamiz. Videomizga bitta like bosib qo'yasizlar. Yumuzni qidirib yurgan, yumuzda pul topaman deyotgan akalarimizga bu videomizni tez jo'natib qo'yishlaring yaxshi, foydali bo'ladi. Shu uchala yumuzimizni ham arzon narxda sotib olamiz deb aytishyapti. Biz obunachilarimizdan chiqsa, yana kelishtirib berishadi akalarimiz. Yumuzini radnoydan so'rayotgan akalarimiz xuddi shunaqasidan chiqib qoladi, sizlarga bosib o'ryapti do'stlar. Shuni ham pul navzorlarini qilib, narxlarini tanishtirib chiqamiz. MTZ motor qo'yilgan, kuchaytirilgandan kerak deyotgan akalarimizga ham xuddi shunaqasidan bor do'stlar. Assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz Farg'ona viloyati Dang'ara tumaniga kelganmiz. Shu yertimizda avzor qilib, narx-navolar bilan tanishtirib chiqamiz. O'tgan safar ham Qobuljon bu yerda avzor qilib o'tdingiz-ku deyotgan akalarimiz shoshilmanglar. Nimaga desalaring, bu yertimizda texnikalarimiz, assortimentlarimiz boshqa yangi olib kelishgan ekanmiz. Yumuz olib kelib qo'yishibdi. Undan tashqari 28 so'rayotgan akalarimizga ham olib kelib qo'yishgan ekan. Shularni tanishtirib chiqamiz do'stlar. Videomizga bitta like bosib qo'yasizlar, obuna bo'lmagan bo'lsalaring, obuna bo'lib qo'ysalaring, yaxshi, qiziqarli videolar sizlarga birinchi bo'lib yetib boradi. Yangilardan ko'rsatib boramiz do'stlar sizlarga. Hammasini narx-navolari bilan to'liq video qilib chiqarib boramiz do'stlar sizlarga. Shu ko'rib turgan yumuzlaring ishga tayyor holatda MTZ motori qo'yilgan. Korobka zatimoslar yaxshi ekan. Shu texnikamizni 20 millionga beraman Qobuljon deb aytib o'tishdi. Ko'rib turibsizlar, MTZ motor. O'zimning radiatori. Dozatorlarni qo'yib qo'yishgan ekan, dozatorlar, silindr. Orqadan holatlari. Bu yumuzimizga ham keladigan bo'lsak, bu yumuzimiz ishga tayyor. Ko'rib turibsizlar, oldida surgichi, orqada ko'laydigan pagurchigi bor. Yumuzimiz tayyor ishga. Mash holatini 30 millionga berib yuborishamiz deb aytishdi akamiz. Mash komplet holatini yurib kelib to'xtagan. Hozir ham masalan klientlarimiz minib ketish imkoniyatlaring bor. Ishlari ham zo'r turibdi. Ishga tayyor holatda pul topsalaring bo'laveradigan joyda turibdi. Oldi baklariga ham salarga qo'yib ishlatishgan ekan. Filtrlarni ko'rib turibsizlar. Bu yumuzimiz yana narxini eslatma qilib qo'yaman, 30 million kam bor. Bu texnikamizni olmoqchi bo'lgan akalarimiz holat yaxshi turibdi, zo'r nilgan ekan texnikamiz. Xohlasalaring shu o'zim dalamda ishlataman deb olsalaring, shu orqasini tushirib tashlab, oldi pagach uyaligi surgisi turaveradi. Trubkalari ham o'nni joyida ketgan ekan. Texnikamizni ko'rib turibsizlar, puskashda. O'zining radiatorlari. Ko'shlari ham ishlaydi. Endi bu tadazlarimizni ham narxini aytib o'tib ketamiz. Bu tadazimizning narxiga keladigan bo'lsak, shunasimizda qora motori. Hozir ko'rsatib o'tamiz. Shu texnikamiz narxiga keladigan bo'lsak, 20 million kam bor. Bunisi ham shunaqa ekan.
20 million kam bor deb aytib o'tishdi. Bu traktorimizni ham arzon chiqildi. Ishga tayyor holatda. Radiatorlari ham yangi ekan. 20 millionga yurar sho'ramiz deb aytib o'tishdi. Ishga tayyor yurar ekan texnikamiz. Xudo xolasa endi ichkarida ham texnikamiz bor. Shularni ham sizlar bilan ko'rib o'tamiz. Uyimiz o'sha ishga tayyorlari turibdi. Ushbu ko'rib turgan uyimizlaring ishga tayyor holatda oldi, ko'shlari ham bor. Bemalol ishlatsalaring bo'laveradi. Ollari tortadi. Vidishi moslangan dozator, turbo kompressor, MTZ motor. Uyimiz ishga tayyor holatda, hamma yo'g'i zo'r, umuman kamchilik yo'q. Olib borib ishlataverasiz, pul topaverasizlar do'stlar. Orqalari ham 15,5 balon, balonlari ham yaxshi, oldi balonlari ham yangi qo'yib qo'yishgan ekan. Bu texnikamizni narxiga keladigan bo'lsak, 60 million kam bor deb aytishyapti. Yana qisqacha qilib obzorlarni qilib beramiz. Ollariga ham toshlar qo'yib qo'yishgan ekan. Orqada qishloq xo'jaligi bor ekan, ko'rib turibsizlar. Dokument tomonlaridan ham umuman yo'q. Dokumentlari ham notariusda ish bitaveradigan yerda turibdi. Dozatorlar qo'yib qo'yishgan. MTZ motor, turbo kompressor. Hop. Ko'rib turibsizlar. Shu ko'rib turgan texnikalaringni yurgizib ko'rsatib beramiz. Ichlarni ko'rsatib o'tamiz. Ichlari bu traktorda yurgizaylik aka uyimizni. Uyimizni texnikamizni yurgizib ko'rsatib o'tamiz. Aka yurgizing. Turbo kompressorlarni ham ovozini eshityapsizlar. Motorlari ham juda ham tekis ishlayapti. Turbo kompressorlari shunaqa ishlayapti, odamga yoqadigan holatda. Yo'llarni burishyapti, ko'rib turibsizlar. Ko'rib turib, endi texnikamizni shu yertimizda minib ko'rsatib o'tamiz. Kardallarni ko'rib turibsizlar. Kardallari ham aylanib ishlab turibdi. Oldi. Ko'shlari. Ishga tayyor texnika. Bitta like bossalaring arziydigan holatda do'stlar. Texnikamiz ishga tayyor holatida. Bu tomon balonlari, oldi balonlarini ham ko'rib turibsizlar. Bu yurtimizda ham ikkita 28imiz bor. Ularni ham ko'rib chiqamiz. Bu 28imiz narxi qancha edi?
Buni ham telefon qo'yib bemalol so'rashlaring mumkin. Ha, bu 28 imiz narxiga keladigan bo'lsak, akkumulyatorlar 190 talik yangi qo'yib qo'yishibdi. Narxiga keladigan bo'lsak, bu texnikamiz narxi 17 million kam bor deyishyapti. Ishga tayyor traktorimiz. Endi bu yoqda ham yangi zapchastlarimiz bor ekan. Shularni ham sizlar bilan birgalikda ko'rib o'tamiz. Vidishi so'rayotgan T40dan so'rayotgan akalarimiz T40da vidishisidan ishga tayyorda. Bu yerda yana ko'rib o'tishlaring mumkin. T40 korobka zadniy motor 7 million kam bor deyishyapti. Bu yerda 28 da oldi. Bu yerda ham ko'rib turibsizlar. 76 bartoylar. Bu yog'imizda ham zapchastlarimiz bor ekan. Bu yerdan kelib turib, kimga nima zapchast kerak bo'lsa, topish imkoniyatlaring bor. Bag'dagi zapchastlarni ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, bag'da ham motor, MTZ, Yumuzi 28 motorlarimiz turibdi.